Assalamu alaykum. Bugün ben tıqqanlarım üstüden guvalık vermekçi. Benim ismim Yarmuhammad Barat. Hazır Amerika'da yaşayman. Asli Şarkı Türkistan'dan G'ulji şehridan. Dadam Barat Hacım Abu Bakr Tuğçin'i o'tgan yili 7 ayda kampidan kesal holatda chiqib beribdikan. Shundan beri yetib 5 yil 1 ayning 3 kuni olamdan qaytish bo'ldi. Inim İbrahim Barat 2 yilcha bo'pti kampida ekan. Kichik inim Yasinjon Barat uzun yil bo'pti turmadi ekan. Aniq yilni bilmadim. Singlim Shakuram Barat ummu kampida ekan. Yana bir singlim Bu Aysham Barat ning qayerlikini bilmadim. Akam Nurmuhammad Baratning qayerlikini uqmadim. Yana bir inim İsmail Barat uning nerlikini bilmaymiz hazır. Yani bir tuqqan inim Shirmuhammad uning qayerlikini uqmaymiz. Yani bir tuqqan inim İmam Muhammad uning nerlikini bilmaymiz. G'ulji shahri Yangiyer yezida yashaydigan anamning inisi Abduhalil Yaqubning nerlikini uqmaymiz. Kichik inisi Ali Yaqubning nerlikini uqmaymiz. Uning balchaqalarining nerlikini uqmaymiz. Dadamning singlisi ning qizi surati bor. Bu qizning Guljanat Ablat. Bu qizni 2017 yilda kampaga akirgan, hozirgacha xabari yo'q. Bu qizning inisi Abdusamad Ablat. Buningmi 1 yildan eshibdi kampaga akirgan. Buningmi xabari yo'q. Yani ismi atalgan, ismi atalmagan nurg'un qarindoshlarimizning, tuqqanlarimizning xabari yo'q. Xabarini olmayapmiz. Shuningga men bugun bu guvohlikni berdim.